zamonaviy modellar, lekin juda ham boshqachada. Mana bu planshetlar shunaqa gratsiozniy turibdi. Podsvetkalar neoklassikada gap bo'lishi mumkin emas. Bugun sizlar bilan ikkita modeli oxirgi chiqqan BMWda Pyaterka seriyasi elektromobil va xuddi shuni benzinli bir-biri bilan solishtiramiz. Razmerimiz elektr bilan benzin absolyutni bir xil. No, betta og'irligi 300 kilo benzinligidan ko'ra og'irroq bo'ladi batareyalar uchun. Ballonni iznosini ancha katta bo'ladi. O'shaning uchun zavod izgotовитель специальный bo'lishi uchun ballon ishlab chiqariladi. A также bagajniy отсеклari elektromobilda sal kichkinaroq bo'ladi. Misol uchun, bu yerda 480-490 litr bo'ladigan bo'lsa, benzinlida 530-520 litr atrofida. Nima sababida? Akkumulyatorlar uchun. Bu modifikatsiyamiz ko'rishingiz mumkin. E-Drive 40. Bu degani 340 ta ot kuchi orqa privodda. Razgon 100 gacha taxminan 6,5-6 sekundmi shunaqa. Endi bu bilan qaysi modifikatsiyani benzinlidan solishtirsa bo'ladi? Men hisob-kitob qildim. Imенно G60 da 540i ni bu bilan solishtiramiz. To'g'ri, u sal kuchliroq, 380 ta ot kuchi. No maksimalni почти bir-biriga o'xshashli xarakteristikalar. Elektromobilimizga rasxodi qaranglar. 1 kilovat perilimit bilan bo'lsa ham 1000 so'm kilovatiga to'laymiz. Taxminan buni общий batareyasi 82 kilovat. Bu degani taxminan 80 ming so'mga to'ladi bu. Zavod 580 kilometrgacha yurib beradi deydi. Хорошо, 580 emas, 450 yursin. Bu degani 450 kilometr 80 ming so'mga yuradi bu avtomobil. No, конечно, zamena maslalari bor. Taxminan 20-30 mingda 1 litr moyni almashtirib yuboramiz. U 300-400 ming so'm. Endi benzinli xuddi shunaqa emotsiya beradigani tezligi uchun olmoqchi bo'lsanglar 540i modelini taxminan 10-11 litr 95 yoki 98 benzinni ichadi. Yana eng glavnisi esimizdan chiqmasin. Narx-navosi juda kulgili bolalar. Bu imенно elektrlar taxminan ozgina yurganlar 50 ming dollarga olsa bo'ladi. Benzinli menimcha 100 ming dollardan kami yo'q, особенно 540 ni. Endi farqini sezyapsizlarmi? 5 barobar elektromobil olgani ma'qul. No, meni fikrim, lichni o'zim, men hali elektroga polni ochishga tayyor emasman. Menga emotsiya kerak. To'g'ri, ekonomichniy bo'lmasa ham, lekin выхлопной sistemaga ish qilyapman. Siz o'zingiz fikringiz kommentariyaga yozinglar, nima tanlagan bo'lardinglar? Ikkita bir xil model bo'lsa, benzinli yoki elektro.